Nukus ko'chamizdan uy qidirib yurgan tanishinglar bo'lsa, bu uyimizni jo'natib qo'ysanglar bo'ladi. Juda ham zo'r lokatsiyada joylashgan. Shundoqqina Rossiya posolstvosini yonginasidagi Parkwood bilan qo'shni bo'lgan turar joy majmuamizda Mirobod City deb nomlangan. Ko'rib turibsizlar, bu mehmonxonamiz, oshxonamiz bilan bitta studiy formatda katta qilingan, sharoitlari, hamma sharoitlari bor. Ko'rsanglar bo'ladi, bu yoqda asosiy kirish eshigimiz. Kirganimizda mana to'g'rida bizning yo'lagimiz bor, akvariumlarimiz, chiroyli kartinalarimiz ilingan va yo'lak bo'ylab kelganimizda mana bunaqa chiroyli dekor landshaftimiz bor va chap qo'lda bizning birinchi kattalar yotoqxonamiz bor. Hamma sharoitlari qilingan, ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli qilingan. Bu yoqda bizning kirayotgan mashinalarimiz o'rnatilgan va bu yoqda bo'lsa bizning umumiy yuvinish xonamiz. Uyimizda ikkita sanuzulimiz bor, eshik tagida bitta va mana shu bizning umumiy sanuzulimiz bo'ladi. Bu yoqda bo'lsa katta master yotoqxonamiz, ikkita oynalari, bu yoqda bo'lsa panoramli oynalari, shkoflari, katta kravatlari, komod, hamma sharoitlari mavjud. Aziz o'rtoqlar, uyimizning narxi keladigan bo'lsa, 180 ming AQSh dollarida kelsanglar, yana chiroyli narxlarda baraka qilib beraveramiz. Sizlar bilan Nodiriylar bo'ldi. Hammaga rahmat.